Karimov go'ridan ham katta bu. Samarqandda odamlar qabriston yerlarini oldindan band qilishmoqdami? Bizga kelgan murojaatga ko'ra, Samarqand shahrining Hazora mahallasida joylashgan qabristonda ayrim shaxslar oilam uchun deb hali tirik yurgan oila a'zolari uchun qabristondan katta maydonlarni oldindan to'sib olayotgan emish. Bu esa odamlar orasida haqli norozilikni keltirib chiqargan. Bugun joylarni to'sib olishmoqda, ertaga bizni qayerga ko'mishadi, deydi aholi. Qabriston xalqniki. Bu joy na meros, na mulk. Bunday holat na qonunga, na vijdonga to'g'ri keladi. O'ylaymizki, mas'ullar bu masalaga e'tibor qaratishadi. Hurmatli obunachilar, siz bu holatga qanday qaraysiz? Fikringizni yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lib, Samarqanddagi tezkor xabarlardan boxabar bo'ling. Bizda borki 8 ta odam asli. Qayerga bu? Samarqandda